Farzandli bo'lganingizdan keyin sizga hech kim aytmaydigan haqiqatlar. Farzandli bo'lganingizdan keyin ba'zida 2-3 soat uxlab kun o'tkazishga ham to'g'ri keladi. Uyqusizlik sizni jismonan ham ruhan charchatadi va bu vaqtinchalik holat. Bir paytning o'zida siz ham yig'lab ham kulishingiz mumkin. Ba'zi paytda esa o'zingizni tushunmay ham qolasiz. Tanadagi o'zgarishlar bular darrov ketmaydi. Qorin, vazn, bel og'rig'i bular anchagina vaqt talab qiladi. Bu vaziyatda o'zingizga sabrli bo'lish juda muhim. O'zingizga vaqt topish esa juda qiyin bo'lib qoladi. Hattoki dush qabul qilishni o'zi ham luxury bo'lib ko'rinishi mumkin. Er-xotin orasidagi munosabatlar ham biroz o'zgarishi mumkin. Bu charchoq va vaqt yetmasligi sababli kelib chiqadi. Ko'pincha bu hammada bo'lib turadigan vaziyat. Aybdorlik hissi bo'ladi har bitta onada. Men to'g'ri qilyapmanmi, men yaxshi onamanmi degan hislar ba'zida odamni qiynaydi, lekin siz har doim ham kuchli bo'lishingiz shart emas. Ba'zida charchagan paytingizda yordam so'rashingiz ham bu normal holat, bu uyat emas. Lekin bilasizlarmi nima? Bu vaqtinchalik charchoqlar, uyqusizliklar hammasi vaqtincha o'tib ketadigan holat. Farzandingizni bag'ringizga olgan paytingizda va uni katta bo'lganda bu kunlarni sog'inasizlar va eslab yurasizlar. Sizlar eng yaxshi onasizlar.